Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama. Uy-joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri uy egasiga aloqaga chiqishingiz mumkin. 8 sotu yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 700 kvadrat, xonalarning soni 11 ta. Video obzori ko'cha tarafdan boshladik. Shunaqa keng ko'cha, asfalt qilingan va kommunikatsiyalardan muammosi yo'q. Joylashgan manzili Uchtepa rayon, Izza. Ko'cha tarafdan mana shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. Ikkita darvozasi bor, bittasi hovliga kirish uchun alohida darvoza va o'ng tarafimizda zakritli garajga kirish uchun yana alohida darvoza qilingan. Yaxshi mustahkam sifatli qilib qurilgan uylardan bittasi. Demak, darvoza orqali hovliga kirib kelamiz. Bu joyda naves qilingan, ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi ajratilgan. O'ng tarafimizda bitta xona tushgan. Razmeri uzunasiga 10 metr va eniga 5 metrda tashkil qiladi. Xonadon egalari bu xonani bilyardning sifatida foydalanish uchun mo'ljallashgan ekan. Bu eshik orqali hozir uy ichiga kiramiz. Demak, hovlida yer uchastkasida ikkita imorat ko'tarilgan. Bittasi to'g'rida mana ko'rib turganinglar, bu hovlining etagida joylashgan. O'rtada basen bor, kattagina joy, zeleniy zona uchun ajratilgan, chiroyli manzarali daraxtlar ekib qo'yilgan. Ko'rsatayotgan binoyimizning ichida 5 ta xonasi bor. Bu joyda terrasa qismi hozir bu joylarga ham chiqib to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Yaxshi, xotirjam, tinch mahallada joylashgan 8 sotu yer uchastkasiga ega bo'lgan uy. Demak, bu tarafda yana bitta xonasi bor. 12 metrga 5 metr bo'lib tushgan. Xonaning razmeri kladovka sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Demak, hovlining etagida joylashgan imoratning ichiga kiramiz. Hozir o'ng tarafdagi asosiy binoning ichiga kiramiz. Demak, zina orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Zinaning tagida kotelni joylashgan, imoratda bu qismi uchun. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu joyda kattagina hol qismi bor. O'ng tarafga qarab yurganimizda to'g'rida zal joylashgan. Buni oldida bu imorat uchun alohida oshxona, o'rtada ko'rib turganinglardek hol, buni oldida yotoqxona va yana koridor bo'ylab o'tganimizda ikkita yotoqxona joylashgan. Zal ichiga kirib keldik. Mana shunaqa ko'rinishdagi katta zal. Zal razmeri uzunasiga 12 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 4 metr 20 santimetr. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan, shu holatda sotilyapti. Agar mabodo o'zingizlarning mebelinglar bo'ladigan bo'lsa, xonadon egalari bilan gaplashib kelishosinglar bo'ladi. Demak, bu joyda oshxona joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rida 5 ga 5 razmerda yotoqxona bor. Kichikroq koridor qismi, umumiy sanuzelli ko'rinishi, besh ga 5 razmerda yana bitta yotoqxona joylashgan. Va bu xonaning ro'parasida bolalar uchun ajratilgan xona bor. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrga tashkil qiladi. Demak, imoratda bu qismida zal bo'ldi, uni oldida oshxona, ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rida bitta yotoqxona va koridor bo'ylab chap tarafga yurganimizda kattalar uchun yotoqxona va uni oldida bolalar uchun ajratilgan xona. Endi hovlining etagida joylashgan 2 qavatli binoning ichiga kiramiz. Demak, hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda yana bitta naves bo'pti. Bemalol tapchanlarni o'rnatib qo'yib dam olib o'tirsa bo'ladigan joy va bu eshikning ortida
zakrytый garaj joylashgan. Garajga ikkita katta mashina bemalol sig'adi. Darvozaxonada ham ikkita mashina sig'irgan joy bor edi va yana zakrytый garajni ichida ikkita mashina, umumiy 4 ta mashina bemalol sig'dirsa bo'ladi. Bu navesi tepasida butunlay terrasa qismi bor. Hozirgi ko'rsatgan xonalarimiz mana shu ko'cha tarafga qaragan imoratning ichida joylashgan edi. Bu joyda yozgi oshxona joylashgan, kuxonning garniturlari yasatilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Bu joydan podval qismiga tushsa bo'ladi, kichikroq podval qismi bor, холодный komnata sifatida foydalanish uchun. O'ng tarafdan ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun zina va chap tarafimizda yana bitta zina bor. Shu zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilsa bo'ladi. Imoratgacha bo'lgan masofada yana bitta naves qilingan. Alohida hovli qismi uchun hojatxonasi bor. Uning oldida sanuzel, yuvinish xonasi va kotelning uchun mo'ljallangan xona joylashgan. Oshxonaga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi shu eshik va bittasi zaldan. Oshxonaga kirib kelamiz. Yong'oqdan foydalanib yasatilgan kuxonning garnitur. Bilasizlar, yong'oq qimmat narsa sifatli qilib yasab qo'yilgan. Bu joyda texnikalari ham bor. O'rtada stul o'rnatilgan. Demak, kuxnya stoloya. Bu joyda televizor va domofon bor. Texnikalarni ham aytib o'tayotganimning sababi bu uy mebel va texnikalari bilan sotilyapti. Agar o'zingizlarni mebel texnikalar bo'ladigan bo'lsa, yana bir marta mana qaytarib o'taymi, bemalol uy egalari bilan gaplashib kelishib olsanglar bo'ladi. Bu joy zal bo'lyapti. Mana shunaqa ko'rinishdagi katta zal. Bu joyda mягкая zonasi bor. Alohida televizor o'rnatilgan, dam olib o'tirsa bo'ladigan sharoit yaratilgan. Endi yotoqxonaga kiramiz. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Bu yotoqxonaning ichida alohida garderob uchun ajratilgan joyi bor. Va uning oldida sanuzel joylashgan. Demak, 6 ga 4 razmerdagi kattagina yotoqxona. Bu joyda tupli polli kollektorlar. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Haqiqiy o'zbekona hovli, shinamgina katta joy, zelyonniy zona uchun ajratilgan. Bu joyda tepa qismlariga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mikroklimatlar ham o'rnatilgan. Yozgi paytda shu mikroklimatlarni yoqadigan bo'lsa, o'zgacha bir atmosfera berib turadi. Endi ikkinchi qavatda joylashgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ko'rib turganingizdek, kattagina terrasa qismi bor. Va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda 3 ta yonma-yon xona tushgan va bitta katta hol qismi bor. Holning ko'rinishi to'g'rida yotoqxona joylashgan va o'ng tarafda zal. Zalning razmeri uzunasiga 9 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 4 metr 20 santimetr. Bu joydan yana bitta katta xonaga kirdik. Hozirgi ko'rsatgan zal bilan razmeri taxminan bir xil. Bolalar uchun ajratilgan xona. Bu o'rtada tushgan mana rigel kolonnani ikkiga bo'lib olsanglar, bu joyda yana ikkita xona hosil bo'ladi. Bu joyda sanuzel joylashgan. Yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metr.
shu yotoqxonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasi. Hozir qo'l qismida ko'rsatgan eshigimizni mana shu joyda hojatxonaga ishlaydi. Ikkita eshigi bor. Demak, bittasini yopib qo'yiladigan bo'lsa, bittasi yotoqxonaning ichidan yuvinish xonasiga kirsa bo'ladigan eshigi bor. Holda joylashgan hojatxona yotoqxonaga hamda hol qismi uchun gazyovoy sifatida ishlaydi. Demak, 3 ta xona bo'ldi bu joyda. Endi terrasa qismiga chiqamiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi terrasa qismi bor. Demak, bugungi obzorimiz reklama asosida bo'ldi. Uy joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri uy egasiga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uchtepa rayon izzada joylashgan yaxshi mahallada 8 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy binoni umumiy kvadraturasi 700 kvadrat, xonalarning soni 11 ta bo'ldi. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilaverasizlar.